Salqin kunlarda iftorlik uchun issiqqina suyuq ovqat juda ham zo'r ketadi. Eng yaxshi ko'rgan taomim ugri sho'rva tayyorlaymiz. Hamma har xil tayyorlaydi. Men usulimda ham bir marta tayyorlab ko'ring, yoqib qolishi aniq. Qizib turgan yog'ga piyozlarimizni solib, tillaring hosil bo'lgunicha qovurib olamiz. Ugri sho'rva bo'lgani uchun sabzi va kartoshkalarni qirg'ichdan o'tkazib soldim. Qizil va yashil bolgarskilarni solib, birov aralashtirib, tomat va tuz solib qovurishda davom ettirdim. Sabzavotlar qovurilib, elastik bo'lganidan keyin suv quyib, qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin tegini pasaytirib qo'yamiz. Frikadelka uchun 300 gram qiyma, bitta dona piyozni qirg'ichdan o'tkazib, tuz, paprika solib, yaxshilab aralashtirib, yong'oqdan ozgina kichkinaroq dumaloq shakl berib olamiz. Frikadelkalarimizni qotish uchun yarim soat morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Tillab qaynab turgan sho'rvamizga mazasi yana ham zo'r bo'lishi uchun chesnok solib, yaxshilab aralashtiramiz. Frikadelkalarni solib, 5 minut qaynagandan keyin ugra xamirlarimizni solamiz. Men oldin kesib, qotirib qo'ygan edim. Xamir tez pishadi, 5 minut qaynatib, kosaga solib, rayhon, qatiq va ko'katlar bilan iste'mol qiling. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.